Salom. Men Akrom kineziologman. 18 ta xalqaro sertifikatga ega bo'lgan amaliy kineziologiya sog'lomlashtirish metodikasi bo'yicha kamida 5 yillik tajribaga ega bo'lgan va alternativ meditsinada 20 yillik stajga ega bo'lgan mutaxassisman. Demak, sizda yelka og'riyapti, hatto qo'l og'riyapti va siz og'riqlar bilan kurashyapsiz. Mana shu sizni eng katta xatoyingiz. Sizni xatoyingiz siz og'riqlar bilan kurashishingiz. Esingizdan chiqmasin. Siz nervniy sistemani, ya'ni nerv tizimini yenga olmaysiz. Nerv tizimi sizni mana shu noto'g'ri xatti-harakatlaringizni kerak bo'lsa kechirmaydi va sizdan o'ch olib jazolaydi. Nima uchun bunday? Agar siz endi mana hozir nevrologlar ko'rib turgan bo'lsa, men ba'zi bir terminlarni ishlataman, o'sha juda yaxshi tushunishadi. Endi ko'pincha mani oddiy odamlar ko'radi va oddiy odamlarga men shunchaki aytib ketaman, oddiy odamlar meni nima deganligimni qadrlay olmaydi. Chunki ularni ongida, ularni zehniyatida men aytgan gaplar deyarli uchramagan. Chunki mana hozir shu ko'rib turgan bo'lsangiz, mengacha nechta mutaxassisga borgan bo'lsangiz, men aytadigan gaplarni sizga o'ndan balkim birini aytgan bo'lishi mumkin. Yoki 3 deb oladigan bo'lsa, 3 dan birini ham aytmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizning zehniyatingizga bu gaplar kirmaydi va siz shubhalanasiz. Yo'q. Bir narsani biling. Organizmda 3 ta nerv tizimi bor. 3 ta. 3 ta nerv tizimi har qanday muammoda, har qanday og'riqda, har qanday kasallikda mana shu 3 ta nerv tizimi ishtirok etadi. Mana shu 3 ta nervni sistemani tushungan odam biladiki, bemalol mana shu 3 ta sistema agar uyg'unlashmaydigan bo'lsa, bir-biri bilan muvofiq ishlamaydigan bo'lsa, organizmda juda ko'p muammolar kelib chiqadi va ayniqsa og'riqlar kelib chiqadi. Endi men aytadigan bo'lsam sizga o'zimning tajribamdan, menga kelishadi bemorlar eng kichkina muammosi bilan kelganda, misol uchun 1 oy, 2 oy bo'ladi og'riqlarni boshlangani, mana shu kichkina og'riqlarda qisqa vaqtlik paydo bo'lgan og'riqlarda ham men kamida 10 dan ziyod sabab topaman. Og'riqni kelib chiqishiga 10 dan ziyod sabab topaman. Qizig'i, agar deylik yelka og'rig'i bilan yoki qo'l og'rig'i bilan keladigan bo'lsa, shunday bo'ladiki, muammoni yarmi bo'yinda, nervlarida, qo'l nervlarida va shu regionga taalluqli bo'ladigan bo'lsa, muammoni yarmi umuman boshqa joyda bo'ladi. Deylik oyoqda bo'lishi mumkin yoki taz regionida bo'ladi muammoni sababchilari. Tasavvur qilyapsizmi? Nima uchun unday? Chunki nerv tizimi, aytdim men sizga, 3 ta nerv tizim butun organizmni muvofiq bir-biri bilan aloqa qilib boshqaradi. Ana shu qaysidir nerv tizimini jarohati yoki buzilganligi oyoqdagi to'qimalarda, oyoqdagi organlarga taalluqli bo'ladigan bo'lsa va mana shu buzilish natijasida markaziy nerv tizimida noto'g'ri impulslar almashinuvi, noto'g'ri reflekslar bo'ladigan bo'lsa, albatta oyoqda bo'lib turib sabab muammoni yuzaga chiqishi yelkada bo'lishi mumkin yoki qo'lda bo'lishi mumkin. Chunki organizm shunaqa o'zaro bog'langan bir-biri bilan. Bu da endi necha ming yil oldingi meditsina ham xullas tan olgan va shunday davolangan. Hamisha insonlar qadimda bir butun tizim sifatida davolangan. Endi mana shu nerv tizimini agar siz sababchilarini, buzilishini sababchilarini topadigan va muolaja qilmaydigan bo'lsangiz va faqat gap shu emish deb og'riq qoldiruvchi, yallig'lanishga qarshi preparatlarni oladigan bo'lsangiz, uzoqqa bora olmaysiz. Buzoqni nima deydi? Buzoqni yugurgani somonxonagacha deydimi? Mana shu narsa bo'ladi. Nahotki e'tibor bermagansiz o'zingizning hayotingizga, o'tgan yo'lingizga, bas degancha olgan bo'lsangiz kerak yallig'lanishlarni. Bu kasallik yangi paydo bo'lgan payti va yallig'lanish jarayonlari ko'payib og'riqlar paydo bo'lgan payt og'riq qoldiruvchi yallig'lanishga qarshi preparatlar og'riqni pasaytiradi. Chunki u butun tanaga, butun nerv tizimiga, to'qimalarga kirib boradida, yallig'lanish pasayadida, siz o'ylaysiz, men yaxshi bo'ldim deb o'ylaysiz va bu albatta qanchadir yaxshi bo'lganingizni belgisi ham bo'ladi. Lekin muammoni ildizi faqat yallig'lanishda emas edi-yu, to'qimalardagi yallig'lanishda emas edi.
muammoni bir 30-40% yallig'lanishga tegishli edi yoki ha mayli keling yarmi ham deylik 50% yallig'lanishga tegishli edi. Mana shu yallig'lanishga qarshi kuchli ukollarni olganingizdan keyin preparatlarni yallig'lanish pasaydi va siz xursand bo'ldingiz. Go'yoki o'yladingizki yaxshi bo'lyapman va yaxshi bo'ldim deb o'ylaysiz. Lekin muammoni yarmi uchta nerv tizimini nomuvofiq ishlashtligida, nerv tolalarida bo'yin mana bitta turibdi, mana umurtqani ichida turgan yadro, ko'ndalak targ'il kesimi, bu yadrolarni bu yerda juda ko'p demak hujayralar, neyronlar birlashmasi bor. Bular mushaklarni boshqaradi, qon tomirlarini boshqaradi, qo'lni reflekslarini boshqaradi, issiqni, sovuqni, og'riqni sezish hissiy demak neyronlar bo'lib, ular bu narsalarni his qilishni va hokazo. Xullas, bular muammo yechilmagan bo'ladi. Bular shunday turishga qolgan bo'ladi. Kimnidir qachonlardir olgan travmasi, kimnidir qachonlardir olgan o'sha jarohati va hokazo operatsiyalar, kesilishlar kabi juda ko'p jarohatlar bo'ladi. Mana shu demak nerv tizimi, mana shu nerv tizimi muvofiqlashtirilmaguncha o'sha nerv tizimidagi xatolar topilib, uni muolaja qilinmaguncha, nerv tizimini tinchlantirilmaguncha og'riqlar 100% yo'qolmaydi va qayta yillar davomida og'riydi. Siz shunga e'tibor bermayapsiz. Ana shunga e'tibor berish kerak edi. Undan ko'ra ko'p gapirguncha, deylik, qanday qilib muolaja qilishni o'rgat deydiganlar topiladi, chunki ko'p videolarimning ostida shu gap bor. Ko'p gapirasan, aqllilik qilasan, qanday qilib davolashni ayt deydi. Bir narsani tushuning. Agar siz kineziolog bo'ladigan bo'lsangiz va osteopatiyani yaxshi bilsangiz, tanani eshitishni yaxshi bilsangiz, qobiliyatingiz bo'lsa, siz menga chiqing va shuni isbotlang. Men sizga 5-10 minutda mana shu narsani o'rgatib qo'yishim mumkin. Shunda siz bemalol o'zingizni nima qilish kerakligini, qanday davolash kerakligini o'rganasiz va qila olasiz. Agar u dorini nazarga tutadigan bo'lsangiz, menda dori yo'q. Men qo'llarim bilan muolaja qilaman, men o'simliklar bilan muolaja qilaman va bu o'simliklarni ham sizga aytib, siz undan foyda topa olmaysiz. Chunki o'simliklarni ham bu sizni muammongizga bo'lgan aloqasi, ta'siri juda kam bo'ladi. Asosan bu yerda nerv tizimini faoliyatini yaxshilash kerak, yadrolarning faoliyatini yaxshilash kerak. Bu endi nerv o'zaklari, koreshoklari bo'ladi, ularni davolash kerak bo'ladi. Markaziy nerv tizimi miyani ichida joylashgan, miyani bo'limlari demak bosh miya po'stlog'ida, qarada, bazanli gangliyalarda ko'p o'zgarishlar bo'lib ketgan bo'ladi. Ularni tinchitish kerak, ularni xullas yaxshilash kerak, to'g'rilash kerak bo'ladi, korreksiya qilish kerak bo'ladi. Korreksiya degani bu o'nglash degani. Men shu ishlarni qilaman. Demak, men shuni ilmini olganman va bu ilm butun yer yuzida tarqalgan. Bu Amerikada ham bor, Yevropada ham bor, Rossiyada ham bor. Bu ilm sohiblari, demak, shuning uchun o'qiganmiz, shuning uchun sertifikatlarni olganmiz, pachka o'zlashtirish uchun va o'zlashtirganmiz. Mana shu ilmimiz bilan qilamiz biz bu ishni. O'simliklar ham beramiz, vitaminlar ham beramiz. Bular muammoni 30% ni yechadi. Masaj ham deyarli qilmaymiz. Qasr-qusur qilib bo'yinni tortib, manualniy terapiya ham qilmaymiz. Lekin nima qilsak qilamizki, o'zimizning ilmimiz bilan mana shu 3 ta nerv tizimini muvofiqlaymiz. 3 ta nerv tizimini muvofiqlaymiz. O'sha har bir region bo'yicha qaysi nerv tizimini nima sababdan buzilganligini topamiz va o'shani korreksiya qilamiz. Shundan keyingina og'riq qo'yaveradi. Mana hozir bir ayol keldi, misolda, juda qattiq yelka sohasida va qo'l sohasida og'riq bilan birinchi muolajada demak 1 soat ishladik, muolaja qildik va bir nechta nervlarni, bir nechta nerv yo'llarini, demak aksollarni, dendritlarni, tugunlarni, yadrolarini ko'rib chiqdik va 10 dan ziyod nevrologik xatolar topildi. Shunda ishladik. Og'riq qo'yvorni, qo'lidagi og'riq qo'yvordi, ketdi. Uyga borgandan keyin 2-3 kun uni deyarli og'riq bezovta qilmagan va biz 4-5 kundan keyin kamida uchrashamiz degandik ikkinchi seansga. Va yaxshi bo'lib qoldim shekilli deb o'ylaganda xamir qorgan va xamir ishlarni qilgan. Endi bilasiz, xamir o'zi bo'lmaydi. Xamir bilan ishlash nagruzka bo'lgan. Va qo'lida yana kuchli mana tirsak sohasida
og'riq qo'zg'algan. Shuni bilan ikkinchi seansga kelib o'rgangan paytimiz nima ma'lum bo'ldi? Birinchi seansda ishlangan nervlar bu og'riqqa ishtirok etmayotganligi ma'lum bo'ldi. Tushunyapsizlar? O'sha birinchi seansda o'zidayoq og'riqqa ishtirok etgan nerv tolalari, nerv yadrolari umuman og'riqqa aloqasi bo'lmaganligi ma'lum bo'ldi. Unda nimaga og'riyapti desangiz, chunki organizmda buzilish jarayonida ham nervlar, ham nerv tolalari jabr chekkan va undan tashqari qo'lni o'zida regionda oldi qismida va tirsak sohasida to'qimalarda lokalniy ya'ni hududiy muammolar ham bo'lgan. Lekin og'riq bir xil seziladi. To'qimalarning og'rig'i ham, nervlardan kelib chiqadigan nevrologik xatolardan kelib chiqqan og'riq ham bir xil ustma-ust bo'lganligi uchun, tushunyapsizmi? Bilinmaydi. Ya'ni bittaday tuyuladi. Biz nevrologik og'riqlarni olib tashlagan paytimiz yengillik bo'lgan, nagruzkadan keyin yana og'riq yuzaga chiqqan. Endi bu safar nevrologik og'riqlar emas, bu safar hududiy to'qimalardagi og'riq sababli bo'layotganligini aniqladik va to'qimalarga ishladik. O'sha zahotiyoq og'riq yana keskin pasayib ketdi va yana bir haftadan keyin muolaja qilishligimizni aytib xayrlashdik. Tushunyapsizmi? Mana shunday bo'ladi. Ya'ni kineziologiya mana shunday. Osteopatik kineziologiya mana shunday ishlaydi. Daqiq to'qimalar bilan ham ishlay oladi, demak, nerv tolalari bilan ham ishlay oladi. Xullas, o'simliklarni ham kerakli bo'lsa topib bera oladi. Vitaminlarni ham kerakligini aniqlab, demak, tavsiya qila oladi. Mana shuni oqibatida, ya'ni bir nechta amallarning oqibatida organizm tiklanadi, 3 ta nerv tizimi muvofiq ishlaydigan bo'ladi va nerv tizimida xatolar qolmaydi. Ana shu yerda haqiqiy sog'ayish paydo bo'ladi. Bo'lmasa haqiqiy sog'ayish yo'q. Siz qaysi yo'ldan boryapsiz bilmayman, bu o'zingizning ixtiyoringizga. Agar yangiliklarga ochiq, psixologik travmangiz bo'lmaydigan odam bo'lsangiz, pожалуйста, bizni o'rganing, YouTube kanalimga a'zo bo'ling, Telegram kanalimga a'zo bo'ling. U yerda men maqolalarim bor, juda ko'p videolarim bor, yana ham kengroq tushuntirilgan bu masalani, kineziologiya haqida ham va hokazo. Ya'ni shularning barchasini o'rganib chiqsangiz, qaror qilsangiz va navbatga tursangiz, navbatingiz kelgan paytda chaqiramiz va nasib bo'lsa og'riqlardan qutulasiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'ling.